Ovqatni miqdori ozishda umuman ahamiyatsiz. Mana shu stakanni olaylik. Mana shu stakanning ichida hozir 250 ml suv sig'adi. Ichida suv bor. Agar men suvni o'zini ichsam, shu hajmdagi, bunda suvda kaloriya 0 ga teng. Menga hech qanday quvvat kirmaydi. Endi shuni o'rniga men 250 ml Coca-Cola ichsamchi, endi bunda menga 100 kilokaloriya quvvat kiradi. Agar men bunda cappuccino qilib yoki latte qilib ustiga haligi suyuq qaymoqlar qo'shib ichadigan bo'lsam, endi menga 400-500 kilokaloriya kirib ketadi. Undan-da quvvatini kattaroq qilish mumkin, ichiga bir narsalar aralashtirib. Hajm o'zgarmayapti. E'tibor bering. 250 turibdi, lekin uni quvvati ortib boryapti. Xuddi shunday sizni kosangiz yoki likopchangizdagi ovqatning hajmi bu ahamiyatsiz. Uni ichidagi quvvati ahamiyatli. Ko'p hollarda biz oldimizga ovqatning miqdorini o'zgartirishga urinib, oxir-oqibat ozolmasdan keladiganlar ko'p. Bir piyoladan yeb ko'radi, 2 kunda bir yeb ko'radi. Bularning hammasi miqdorini kamaytirishga qaratilganda, lekin yo'q, u ishlamaydi bundan keyin ham. Shuncha aytaman, biz ovqatni miqdoriga emas, biz ovqatni quvvatiga qaratishimiz kerak. Bizni tanamizga kirayotgan ovqatning miqdorini aslida biz ko'paytirishimiz kerak. Shu bilan birgalikda uni quvvatini kamaytirishimiz kerak. Ko'pchilik yog' qo'shadi, zaytun yog'i boshqa qo'shadi. Mayli, qo'shing, lekin juda ham oz miqdorda qo'shish kerak. Chunki o'sha likopchangizdagi salatni yog' qo'shish orqali quvvatini oshirib yuborasiz. Bir likopcha salat turibdi, uni o'zi atiga 50 kilokaloriya quvvati bor edi. Siz agar unga bir osh qoshiq zaytun qo'shib yuborsangiz, 100 kilokaloriya qo'shasiz. Haligi bir likopcha salat 50 emas, endi 150 kilokaloriyaga aylanadi. Lekin hajmi o'zgargani yo'q. O'sha salatigacha turibdi. O'sha miqdor turibdi. Tushunyapsizmi? Bu yerda miqdorning ahamiyatini. Miqdor shuning uchun doim aytaman, bu ahamiyatsiz. Biz faqatgina quvvatiga fokusimizni qaratishimiz kerak.